Al-Xorazmiy nodavlat ta'lim muassasasi tomonidan tashkillangan matematika olimpiadasida yaxshi natija ko'rsatganligi uchun Umaraliyev Erdolbek sertifikat bilan taqdirlanadi. Said Jalolov Said Rasulxon. Yana shunday sertifikat bilan Murodilov Mirazizbek. Hasanboyeva Mubinaxon. Yana shunday sertifikat bilan O'ktamjonov Muhammad Ziyo. Ana shunday sertifikat bilan Orifjonov Dilyorbek. Musayev Izzatulloh. Adhamov Ibrohimjon. Zaynobiddinova Feruzaxon. Ana shunday sertifikatimiz bilan Sattorov Abdurashid. Bu erishgan yutuqlaring bilan sizlarni tabriklayman. Insonni eng ulug'lovchi, ko'kka ko'taruvchi narsalardan bittasi bu ilmdir. Ilmli odam har doim, har qanaqa joyda doim ulug'lanib kelgan. Tarixda shunday gap bor, shu juda ham yovuz bo'lgin yoki juda ham yaxshi bo'lgin deydi. O'shundagina tarixda qolasan degan narsa bu. Biz yovuzlik tomonini kesganmiz. Yovuz hech qanaqa yovuz bo'lmaymiz, to'g'ri? Biz nima bo'lishimiz kerak? Eng yaxshisi, eng zo'ri bo'lishimiz kerak.